Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz sizlar bilan Buxoro xonligidan harbiy ish mavzusini interfaol metodlar yordamida yoritish. Mavzuyimiz asosan kirish qismi. Asosiy qismi 4 qismdan iborat. Birinchisi Buxoro xonligining harbiy tuzilmasi. Ikkinchisi Buxoro xonligi armiyasining tarkibi va vazifalari. Uchinchisi harbiy yurishlar, tarixiy misollar. 4. Buxoro xonligining harbiy islohoti va xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat. Birinchi qismimiz Buxoro xonligida Buxoro xonligining harbiy tuzilma. Bunga qo'llangan g'oyamiz, metodimiz, interfaol metodimiz klaster g'oya xaritasi hisoblanadi. Undan keyingisi Buxoro xonligi armiyasining tarkibi va vazifalari rejasiga qo'yilgan metodimiz aqliy hujum metodi. Undan tashqari Buxoro xonligining yurishlari, tarixiy misollar yordamida qo'yilgan metodimiz esa interfaol metodimiz rolli o'yin metodi hisoblanadi. To'rtinchisi oxirgi qo'yilgan metodimiz bu Buxoro xonligining harbiy islohotlariga qo'yilgan metodimiz Venn diagrammasi hisoblanadi. Har bir metod biz asosan shu 4 metoddan foydalandik. Buxoro xonligi haqidagi, harbiy yurishlar haqidagi 4 metoddan foydalandik.